А теперь внимание! Следующий поединок мы представляем вместе с Белладжо, местом, где комфорт становится искусством. И 70 килограмм вазн тойфасы. Официальное представление бойцов. Первый боец синий угол Кокбурчакта. Бойцу 20 лет. Его рост метр 80 сантиметров, вес 70 килограмм ровно. Он мастер спорта и чемпион Казахстана по ММА. Чемпион мира по фрифайту. Представляет бойцовский клуб Тахтай Тим Астана қаласы Казахстан! Руслан Шаносов! Raqiba Qizil burchakda. Hamyurtimizning yoshi 23 ta, bo'yi 175 cm, vazni 70 kg. Он мастер спорта по ММА. Профессиональный рекорд 5-0. 5 ta jang, 5 ta g'alaba представляет Самбо Арабхона Самарканд. Азиатский волк Шахриорбек Маматкулов. Рефери поединка Халил Мамиев, Казахстан. Demak do'stlar, navbatdagi jang boshlanmoqda. Ruslan Shanosov, Qozog'iston vakili, 3-1 rekordiga ega bo'lgan sportchi. Bitta jangda o'sha mag'lubiyati Oktagon ligasida. Uning raqibi mamlakatimiz vakili Samarqand o'g'loni Shahriyorbek Mamatxulov. 4-0 endi 5-0 bitta jangi Balash Pride promotionda bo'lgan. O'shanda jang bo'lib o'tmagan sifatida, ya'ni qayd etilmagan, lekin urushgan, ya'ni oktagonga chiqqan. So'nggi jangini xuddi kechagidek eslayman, Mamatxulovni bevosita ATFda o'tkazgan edi. 3 raund raqibini qiynab 3-raundga kelib, oxiri yiqitib, backmountda zarbalar yog'dusi bilan taslim etgan tajribali raqibini. Samarqand shahrida bo'lib o'tgan edi mana shu turnir. Shanosov hozir bu yerda oktagon o'rtasini nazoratga olyapti. Mamatxulov calf kick zarbalaridan faol foydalanyapti. Boshidagi 2-3 ta zarbasi yaxshi o'ta oldi unda. Ko'ramiz. Qiziq jang to'g'risi. Shaxsan mana shu turnirdagi men uchun hozir ko'rib turgan eng raqobatga boy va qarama-qarshilik ajoyib tuzilgan janglardan biri. Mamatxulov o'tgan jangida ham 3 raund mana shunday chekindi 3-raundga kelib, qandadir yoqdi qo'shimcha muruvvatni va jangni yakuniga yetkazgan. Hozir ham deyali mana shu ssenariy jangni parterga o'tkazishga harakat qilib ko'radi. Sambo bazasiga ega bo'lgan Mamatxulov faol foydalana oldi o'zining ustunligidan. Endigina shu narsa aytmoqchi bo'lib turgan edim. Ya'ni oyoq bilan harakatlarni faol amalga oshirayotgan edi. Go'yoki o'zini zarbalardan qo'rqayotgandek ko'rsatayotgan edi. Va Shanosov bunga ishonib qo'l zarbalarini menga hech narsa qilmaydi deganday berishni boshlagan edi hamki jazoga oldi. Yuqori amplitudadagi takedown amalga oshirishga erishdi. Faqat endi buni mustahkamlashga. Gard yopilgan, gard holatiga o'tib oldi. Bir qo'lini bog'lashga harakat qilyapti, ikkinchisida zarbalar yo'llash uchun biroz passiv nazorat, lekin muxlislar jonlanishdi. Tirsak zarbasi. Klassik. Yana bitta. Yana bitta. Ikkita hammer fist orada. Shahriyorbek uchun bu holatdan tirsak zarbalarini berish nisbatan osonroq bo'ladi, chunki unda rechaklar biroz qisqaroq. Shuning uchun kichkina joyda ham bemalol zarbasini bera oladi u. Va foydalanyapti bundan. Foydalanyapti. O'zini tana tuzilishidan ajoyib tarzda foydalana olyapti. Ammo mana bunday hamlalardan ehtiyot bo'lish lozim.
raqibni chiqarib yubormagan holda o'ta olmadi Bekmountga. Ammo Halil Mamiyev qarash kerak, ushlamadi hozir to'g'ri. Ushlamoqchi bo'ldi-yu, lekin ushlamadi. Qolib ketish kerak emas, qolib ketish kerak emas. Shanosov bilan hazillashib bo'lmaydi. Tik oyoqlarda jang qilganda, chunki qo'llaridan juda ham zo'r foydalanyapti. Bir daqiqa vaqt qolyapti va raundning asosiy qismini Mamatqulov o'z foydasiga hal qila oldi deyishimiz mumkin. Lekin Shanosov ham bu narsani his qilyapti va bosim uyushtiryapti. Oyoq harakatlari menga yoqyapti. Mamatqulovni. Ha, u raqibga bemalol uni tutib olgani imkoniyat bermayapti, lekin Shanosov ham shoshilmayapti. E'tibor qarating, u biladi, u his qilyapti. Bir raund emas, 3 raund davom etadi halicha. Asosiy qismi hali oldinda. 30 soniya vaqt qolyapti raund tugashiga. Ko'p o'tyapti mana shu low kick. So'nggi g'ada tashqari. O'ylaymanki juda katta talofat yetkazmasligi mumkin Hozircha. Ha, ikkinchi raund, uchinchi raundlarda bu ta'sir qilishni boshlaydi. Ayniqsa ko'rib turibmizki, Mamatqulov faol footworkdan foydalanishga harakat qilyapti va mana bu low kick zarbalari uni harakatlarini chegaralab qo'yishi mumkin. Dastlabki raund yakuniga yetmoqda. Nima deymiz? Stoykada Shanosov parterda Mamatqulov ustunlik qildi. Mana o'sha takedown yuqori amplitudada raqibini parterga o'tkazdi. Yondirib nazorat, ammo tezdagina Ruslan Shanosov gardni yopishga erishdi. Shunga qaramasdan zarbalar Yoqubovni bizga ko'rsatdi va nihoyat Shanosov oktagon o'rtasida kutyapti raqibini. Bu degani u psixologik tarafdan yaxshi tayyorgarlikka egaligini bilamiz. bir chiziqdan oz kelayotgan edi. To'g'ridan to'g'ri yurganligi sababli ham chepga ushlandi. Har ikki sportchi ham yosh, har ikki sportchi ham hali faoliyatining eng katta qismi oldinda. Bu safar hujum o'tmadi. Ehtiyot bo'lish lozim. Turgandan so'ng Juda ham ko'p ortiqcha harakat qilyapti deb o'ylayman. O'zini parterdagi ustunligidan foydalanish kerak demoqchi edim ham. Shu narsa bo'ldi. fikringizni o'g'irlab qo'ydi. Tasdiqlab qo'ydi deyishimiz mumkin to'g'riligini. Ana endi faol foydalanish kerak mana shu vaqtdan. Chunki ko'rib turibmizki, Shanosov agar oyoqqa turib oladigan bo'lsa, bundan faol foydalanyapti o'zini zarbalar orqali. Hozir bo'lsa Mamatqulovni vaqti va Mamatqulovni nazoratidagi vaqt bu. Asta sekinlik bilan oktagon chetiga olib bormoqda raqibini. Olib bordi deyarli. Yana tirsak zarbasini amalga oshirishga harakat qilib ko'rdi. Ammo oktagon chetidan mana bu yerda yopish kerak. Oyoqni bitta oyog'iga o'tdi. Yo'q, yaxshi yiqityapti. Yaxshi takedown, lekin tezda turib ketdi. Va bu hisobga olinmasligi mumkin.
Nazorat bo'lmadi-da chunki. Nazorat hech bo'lmaganda 3-4 soniya nazoratga olinishi kerak jangchi. Takedowndan so'ng. Sambo bazasiga ega bo'lgan sportchini qo'l ushlashini yechish oson emas. Bermasiga harakat qilyapti, o'zini quchoqlarida saqlab qolishga harakat qilyapti. Mamatqulov biladiki, masofada Shanosov xavf tug'diryapti. Yiqda yana sekin ohista jangni parterga o'tkazishga muvaffaq bo'ldi. Bekor qo'yib yubordi. Murabbiy ham aytib o'tyapti, mana shu ushlash holatini yaxshilab olishga urinish bo'lishi kerak edi. Mamatqulov qo'llarini pastroq tushirgan holda hozir yana urinib ko'radi. Bir oyog'idan ushlab oldi. Ko'p kuch yo'qotmayaptimi hozir? Albatta, hozir har bitta tasavvur qiling, 70 kilogramlik vazndagi jangchi jang vaqtida hech bo'lmagan 75-76 kilogramm bo'ladi. 5-6 marta shunday xuddi vaznga qarshilik ko'rsatayotgan odam kamida 70 kilogramdan 100 kilogramga aylanadi. Mana shunday sportchini har bitta ko'tarib qo'yish qancha kuch olib qo'yishi mumkin. Va buni mana hozir biz tasdig'ini ko'rib turibmizki, Mamatqulov toliqqanligini. Endi yana qayta o'zini holatga kelguncha vaqt kerak bo'ladi unga. Chiroyli takedown. Shanosov o'zini ko'rsatish kerak. Xavfli tuzda zarbasi. Bo'yidan foydalanyapti va masofaga qaytdi. Bog'lamni yechdi Mamatqulov. Biroz nafasini rostlab olish kerak. Hali 2 daqiqadan 1,5 daqiqa vaqt bor. Raund yakuniga yetishiga Joyiga turib qolganligidan foydalanishi mumkin Shanosov raqibini. Hech qanaqa harakatlar amalga oshirmayapti. Nafas olishi og'irlashdi Mamatqulovni. Low kick, leg kick ortidan. Front kick. Sportchi ham anchagina katta resurs sarflashdi mana shu jangda. Mana shu raundda ayniqsa. O'tmada back fist. Spinning back fist zarbasini amalga oshirmoqchi bo'ldi. Lekin jeb zarbasi. Shanosovdan nimagadir raundlar boshidagi qo'l zarbalarini ko'rmayapmiz. Toliqdan ham o'sha gantel dedingiz-ku, qo'llar. Xuddi o'shanday. Oyoqlar Albatta og'irlashib qoldi. Oh, qanday kutib oldi cross bilan. Albatta, balkim Shanosov bu zarbalarni his qilmayotgandir, lekin bav ketyapti. Ochkolar yig'yapti. Ikkinchi raund o'z nihoyasiga yetdi. Yana bir raund. Menimcha mana shunday alfozda ishlab bersa kifoya. Bitta takedown yoki parterga jangni o'tkazish jarayonida nazorat, u yerda 1-2 zarbalar, keyinchalik hattoki raqib, ya'ni tik turgan holatga o'tsa ham, stoykaga o'tsa ham jang. O'sha ikkinchi raqam bo'lib ishlab kutib olishga bo'lgan harakatlar. Mana o'sha takedown va albatta crossni bizga namoyish berishlari kerak, takrorlab qolaman. Mana o'sha bo'yniga tekkan ekan zarba. Shanosov yaqinlashib kelishga harakat qilyapti. Masofani o'lchashga harakat qilyapti, lekin shu vaqtda u joyida turib qolayotganligidan foydalanib olyapti Mamatqulov. Va 3-raund boshlandi. Bir-birini qo'llab-quvvatlashdi, minnatdorchilik bildirishdi. Va ko'ramiz 3-raundni. Mamatqulov odatdagidek ikkinchi raqam bo'lib raqibni kutyapti. Ikkilik zarbasi chap qo'l, o'ng qo'l, yana chap qo'l zarba. Tavakkal qilish kerak emas. Katta ehtimol bilan mana shu raundda kim faolroq ishlasa, kim ko'proq harakat qilsa, shu g'alaba qozonadi bu jangda.
olib boryapti. Takedowngacha olib boryapti. Jangni parterga o'tkazishga muvaffaq bo'lmoqda. Ancha kuch tejab qolgan ekan Mamatqulov nisbatan. Har holda mana shu taassurot uyg'onyapti hozir. Raund boshida faol harakat qilyapti va raund oxirida biroz bo'shashyapti. Yo'q, Shanosov kecha, Shanosov anchagina to'liqqandi. Mana misol uchun ikkinchi raund yakunida ham undan kutgan edik faollikni, o'sha tik turgan holatga, stoykaga o'tganda, ammo foydalanmadi negadir. Aksincha cross o'tkazdi Mamatqulov va yana jangni parterga o'tkazmoqda. Chunki Shanosov bemalol imkoniyat beryapti. Mana qarang, holatga e'tibor qarating. Bemalol Mamatqulov uni ustiga nazoratni saqlab qolyapti, vaznini, og'irligini tashiyapti Shanosovga va bu yukni ko'tarib turish albatta sportchini toliqtiradi. Agar u faolroq chiqishga harakat qilganida edi, balkim Mamatqulov ko'proq charchagan bo'lardi. Hozir har bitta ketayotgan sekundlar Mamatqulov foydasiga. Muxlislar ham jonlanishyapti ana shunday pallada. Ishlab olgan holda yana yiqityapti. Nazorat faqatgina yo'q. Bu holatda yana turadi. Turli usullar, turli yo'nalishlarda harakat qilyapti. Va mana o'sha aytib o'tganingiz ryukzak, qani atayin tushdi, pastga olib ketmasligi uchun. Agar birozgina harakat qilganida pastga tushib ketib qolishi mumkin. Shu sababdan ham yerga tushib kontrolda qoldirishga harakat qilyapti. Shanosovda kuch qolmadi. Birdaniga sekundlar orasida qisqa vaqt ichida harakat qilib burilib chiqib ketish imkoniyati unda pasayib bormoqda. Sababi unga energiya kerak, kuch kerak. Poylab turib zarba, yana boryapti. Yana yiqitadi hozir. Diyalogni ko'rib o'tdik biz hakam bilan birgalikda. Spinning elbow zarbasini ko'rdik. Va darhol kechiginyapti. Shanosov hozir oyoqqa tashlanyapti. Qariyb jangni parterga o'tkazishga harakat qilmoqda. Hozir tavakkal qiladigan payti emas, chiqib ketyapti osonlik bilan vaziyatdan. Mamatqulovda og'irlik markazi keragidan ortiq pastda, shu sababdan bu sportchini oyoqlariga kirib yiqitib olish osonlikcha amalga oshmaydi bu narsa. Buning uchun yuqori jismoniy tayyorgarlik holatida bo'lishingiz kerak. Kuch kerak, albatta. Shanosovda bo'lsa bu haqiqa kuch qolmadi. Hattoki o'zini ustunlik jihati, ya'ni stoykani ham yaxshi amalga oshira olmayapti ko'p turimiz. Yuz holatiga e'tibor qarating, qon aylanishi unda sekinlashib boryapti. Va kislorod yetishmayotganligini ko'rib turibmiz. Bir daqiqa 10 soniya qolmoqda. Turib portlayapti. Turib ana shu zarbasini yo'llayapti. Bo'shashtirib turib, xavf kutmagan vaqtida hujum qilyapti. Chap qo'l, o'ng qo'l. Shanosov juda ham ochiqchasiga kelyapti. Albatta bu narsani professional sportchi jazosiz qoldirmaydi. Ikkinchi nafas ochildi Mamatqulovda. Yoki ishonch ortdi unda. Tavakkal qilmayapti. Vaqt o'tishini kutyapti. U jang o'z foydasiga hal bo'layotganini biladi. 3-raund ham o'z foydasiga hal qildi deyapti, lekin buni endi hakamlar albatta hal qilishadi. Va ketma-ket zarbalar, ketma-ket. Jeb zarbasini Shanosov yaxshi o'tkazdi. Va bo'ldi. Jang yakuniga yetmoqda. Menimcha endi ochishasiga bu yerda Mamatqulov imkon qoldirmadi ochkolar bo'yicha. Balkim birinchi raundni boy bergandir, lekin ikkinchi va uchinchi raundni balkim. Lekin ikkinchi, uchinchi raundni menimcha Mamatqulov o'z foydasiga hal qila oldi. Taktik jihatdan a'lo darajada harakat qilgan Mamatqulov.
Shahriorbek. Va mana endi rasmiy rekordi 4-0. Biz bilamiz o'sha Alosh Pratimov jang o'tkazgan 5-0. 5-0 ni 6-0 ko'rinishiga olib keladi hozir. ishonyapti albatta g'alabasiga. Yaqubov yana bir bor bizga bu namoyish etib berishmoqda. Kickboksning olamida mashhur bo'lgan sportchilarimizdan biri. Doston Bozorov ham ko'rsatilmoqda bizga. Olqishlar darhol. Farg'ona Beshariq Rabqonlik menimcha bu jangchini barchamiz yaxshi taniymiz. G'olibni e'lon qilishdan avval ikkala jangchiga ham mangulik asidan 3 ta jangga shartnoma qulluq bo'lsa. Va ushbu jang g'olibi в данном поединке победу единогласным решением судей одержал. Arabqo'la Samarqand Shahriorbek Mamatqulov. Shahriorbek Mamatqulov uning qo'li baland ko'tarilyapti. G'alaba qozonyapti, e'tirozga, bahsga o'rin yo'q. Ikkala jangchi ham Mangu ligasidan shartnoma qabul qilib olmoqda. Jasur Alijonov ularni taklif qilyapti albatta. Yaxshi jang o'tkazdi. Yomon emas, Doston Bozorov yana bir bor bizga namoyish etib berildi. Takroriy lavhalarni ko'rishingiz mumkin do'stlar. O'zining ustun jihatini ko'ra oldi mana shu qarama-qarshilikda va mana shu ustun jihatini oxirigacha davom ettirdi. Shahriorbek